chunki 90% ayollarni qo'ltiq ostida qop-qora dog'lar bor. Yaxshilab tirsakka suramiz. O'zimda qilib ko'rsataman qizlar. Qo'ysanglar, podmышка ham oqaradi, tizzalar ham oppoq bo'ladi. Tirsaklar ham oppoq chiroyli bo'ladi. Kosmetologga kelish shart emas uning uchun. Absolutno kelib o'tirmanglar, uyda o'tirgan holda shundoq kuxnyaga kirasizlar, kuxnyada bor narsalardan va vannada ham bor bu narsa. Bor narsalardan sizlarga juda ham zo'r maska o'rgataman, bu narsani sinadik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Qaranglar, chayni soda, 2 choy qoshiq chayni soda. Demak, 2 choy qoshiq chayni soda, unga limon 4dan 1. Limon bilan yaxshilab aralashtirib 3% perix. 3% perix solamiz. Тоже где-то 2 choy qoshiq. Va bunga o'sha vannaylarda turgan любой har qanaqa zubnaya pasta, ya'ni tish yuvadigan pasta olasizlar. Buni qancha solishi, mana bu massani qanchalik quyilishiga qaraymiz. Massa quyilishi kerak. Yaxshilab aralashtiramiz. Ishoninglar, dahshat oqartiruvchi maska bo'ladi, dahshat. Yaxshilab tirsakka suramiz. O'zimda qilib ko'rsataman qizlar. Yarim soatga qoldirsanglar bo'ladi. Yarim soat, конечно, qurib qolguncha. Agar strech tortib qo'ysanglar, strech bilan yopib qo'ysanglar, yana ham yaxshi oqarish bo'ladi. Qani haftada 2-3 martagacha qilsa bo'ladi. Teri ta'sirchan bo'lib, bundan keyin qizarib ketsa, har kun Bepanthen bora plus surib turasizlar. Tinchlangandan keyin ikkinchi protsedurani boshlaysizlar o'sha. Mana shu holda qo'ysanglar, podmышка ham oqaradi, tizzalar ham oppoq bo'ladi. Tirsaklar ham oppoq chiroyli bo'ladi. Kunduz kuni ochiq kiyadigan bo'lsanglar, ko'chaga chiqqanda обязательно bu zonaga SPF surib chiqinglar. Bu narsani yuzga qilishni lekin tavsiya qilmayman qizlar. Like bosib qo'yinglar, сохранить qilinglar, videoni yo'qotib qo'ymaysizlar. Har doim video сохранённыйda turadi. Kerak paytda olib, ko'rib ishlataverasizlar. O'shaning uchun сохранить qilib qo'yinglar va albatta mana shunaqa muammolardan aziyat chekayotgan o'rtog'inglarga, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar.